Assalomu alaykum yana bir bor azizlar. Mana bu yerdan mana kundalik mashqga o'rganib qoldik. Shu yerdan 5-10 marta yuriladi. Bu o'sha xafaqon kasalligi, ya'ni xafaqon kasalligi davleniyani oldini olinar ekanda. Mana hozir Odiljon ham mana boshlab bordilar, yurishdi. Bu hozir nechinchisi Odiljon? 5-chi. 5-chi mana. Oyoqqa ham har tomonlama. Har tomon foydasi katta ekanda. Har tomonlama. Mana. Nechinchisi bo'ldi bu? 7-chi. Demak, harakat qilgan yaxshi ekan-da. Endi bu hamma o'zimiz uchun-da, bu o'zimiz uchun. Nima deydi? Agar misol uchun kasal bo'lib qolsangiz, yaxshi ko'rgan farzandingiz ham bir kun qaraydi, 2 kun qaraydi, 3-chi kun odatiy hol bo'lib qoladi. Yaxshi ko'rgan rafiqingiz ham, aqli ayolingiz ham, ularga ham qarab keyin odatiy hol bo'lib qoladi-da. Bir narsa deb so'rasangiz, deb borsa, ana o'shanda keyin jonim ozor chekib qolasiz-da. o'zimni jonim. Shuning uchun har kim o'zi uchun, to'g'rimi Odiljon? Juda to'g'ri. Mana hozir Odiljon mana mashqlarni bajardilar. Qani sezyapsiz o'zingizni hozir? Kundan kunga mana havolar ham yaxshi. Nafas yo'llari masalan 4 kiloga hozir mana qish ichida vesimni tashladik, 80 kilo bo'lib qoldi. Ana 84 edingiz. 84. Ana qarang, harakat qanaqa yaxshi qarang. Sekin. Mana qorningiz ham oldingidan ko'ra sal pastga tushdi hozir. Keng qoldi hozir. Yetmasida. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Mana qarang, havo qanday go'zal. Qanaqa holatda bo'lsak, qimillab tursak bo'ldi. To'g'ri. Qo'limizni harakat qilib, oyog'imizni harakat qilib, boshlarimizni, yelkalarimizni hammasi hech-hechdan kunda beravergandan keyin barcha og'riqlar sekin forig' bo'lib. Mana ilgari yoshlikdagi bolalikdagi o'yinlar Odiljon hozir qilishmayapti-da. Hali zuvlar bo'lardi-da, dasta. Deb hali dasta tushgan joyga borib zuvlar borardi. Bu o'pkaga bu havo berar ekanda. Esda bo'lsanglar, uni qo'rg'oshindan far o'ynadi. Lanka. Bu oyoq nimasi? Hozir. Ayollar, qizlarimiz nima o'ynashadi? Ali nima deydi? Arg'amchi, keyin nima deydi? Sopol. Ana hammasi sog'lig'ingiz uchun ekanda. Hozirgi yoshlarimiz o'yinlarni bilmaydi, faqat telefon. Shuning uchun ota-onalar ko'zimizni ochaylik. Ko'zimizni ochaylik, farzandlarimizga mana shu yoshlikdagi o'yinlarimizni o'rgataylik. Telefonni bermaylik umuman farzandlarimizga. Mana hozir olimlarda aytishiga qaraganda 30-yillarga borib, shu bolalarni 80% ko'rishi nima deydi? Nima bo'lar ekan? Oldindan aytishyapti, ko'rishi juda qiyinlashar ekan. Uzoqda ko'rmas ekan, yaqinda ko'radi xolos. Shuning uchun o'rtadan beri O'zbekiston juda ko'payib ketdi. Shuning uchun hushyor bo'laylik aziz ota-onalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh kunimizni xayrli, barakali qilsin. Tutgan ro'zalarimizni dargohida qabul qilsin. Amin.